restoranimiz 27-yil sanasi tabriklarimizni boshladik. Genç tabriklarimiz Demarkimizda eng chiroyli restoranlardan birisi Abdulaziz restoranidan kelganmiz. Bugun suhbatimizni tabriklash uchun keldik. Birinchi galda akishalari tomonidan, ya'ni Sevara akam, Muniraxon, Shahidaxon, Shoiraxon akalarimizni nomidan tabriklayman. Shu qatorda suhbatimni Voliday Putraması onajonlari Muhabbat anamning nomidan alohida tabriklaymiz. Qolaversa bizani yuborgan shu joyimizga taklif etgan jiyani Toshkentda shonda bo'lishiga qaramasdan bugun og'alarini, doylarini tabriklab turibdilar. Birinchi galda O'zbekning nomidan tabriklaymiz. Bizlar tayyorlagan chiroyli tortlarni topshirib, suhbatimizni qo'ldan kelganicha xursand qilamiz, tabriklarimizni o'tkazamiz. Tabriklarimizni boshlaymiz. Bizga omatinglar. Qani ketdik esa. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar, chiroyli bir restoranning hurmatli qatnashchilari. Bugun biz Hamdam bloger jamoasi mana shunday chiroyli, fayzli, muhtasham Abdulaziz restoranida qadam ranjida qilishimizdan asl maqsad bugun eng yaqinlar arasida o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlab turgan Suhratbek aka sizni tabriklash uchun keldik. Bugungi tug'ilgan kuningiz bilan muborak. Adashmasam 33 yoshni to'ldirib 34 dan qaradingiz. Muborak bo'lsin. Qani joningiz sog' bo'lsin. Ko'p yashagaysiz. O'zingiz bilasiz, YouTube ijtimoiy tarmog'ida Hamdam bloger nomi ostida kutilmaganda surpriz loyihamiz bor. Shu loyihamizni bugungi sanada bosh qahramon bo'ldingiz. Sizni tabriklash uchun keldik. Faqatgina siz topishingiz kerak endi. Biz kimning nomidan kelganimizni. Kim bo'lishi mumkin ekan? Bizani shu joyga yuborgan, sizni tabriklab turgan yaqinlaringiz. Hozirlekin bizani bu joyga yuborgan inson o'zi yo'q. Toshkentda ekan. Qarsaklaringiz bo'lsin. Bir tavsiya topdingiz, birinchi galda shu ishlarni tashkil etgan jiyaningiz O'zbek do'stimizning nomidan keldik alohida. O'zbekning nomidan tabriklayman sizni. O'zbek bilan oqshom telefonda gaplashdik, abitrakda telefon qildi. Hamdam 27-yil sanasida, ya'ni ertang doimli tug'ilgan kuni bizani nomimizdan opamlar, xalamlar nomidan shu doimni tabriklab kelmasang bo'lmaydi. O'zi bir dona yegana doim bor. Buni yaxshi ko'raman. Borman shukr. Bizani qanotimiz bu inson. Bizani otamizdan keyingi otamiz desak ham men xushmon bo'lamiz dedilar. Alohida O'zbekning nomidan qolaversa, abchalaringiz Sevaraxon akamni, Muniraxon, Shahida, Shoiraxon akalarimizning nomidan alohida sizni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. 100 yoshlarga kirgaysiz. Marhamat, siz uchun tayyorlangan chiroyli tortlarimizni qabul qilasiz va topshiramiz. Kechagina ergashding, qayga borsam bugun beparvosan, hatto men yolg'onsam yonimda tur bu bastingni ko'ray. Azizlarimiz, qolaversa bugun suhbatlarni dunyoga keltirgan, katta qilgan onajonimiz Muhabbat onani tabriklashimiz kerak o'zi asli. To'g'ri emasmi azizlar? Chunki onalarimiz bor ekan bu hayotda farzandlar uchun yashash boshqacha, onaning tafti yo'q, mehri boshqacha. Kirsa hamki 90-100 yoshgacha ona bor dunyoda. Onalarimiz bor dunyoda, yashash boshqacha. Muhabbat ona tabriklayman. Keling shu o'zingiz yaqinlaringizni o'tib tursangiz ham bo'ladi. Muhabbat ona tabriklayman. O'g'lingizni bugungi quvonchli kuni bilan, tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Ilohim shu farzandlarning rohatini ko'ring. Shularni baxtini, taxtini suyanib yashasin. Shu adashmasam hali O'zbek uylanmagan. Endi alang, xudo xolasa shulardan aqtiqlar, cho'liqlar kirib o'tirasiz. Shu vaqtdan suhbat sizlar bir tarafda turasiz. Yana davrani to'ldirib o'tirgan
Siz uchun qadrdon bo'lgan sinfdoshlaringiz, do'stlaringiz, oshna og'aylaringizning nomidan, har birisi nomidan tabriklayman sizni. Sog' bo'lsinlar, umrlar uzoq bo'lsin. Shu Behruzbek ham shu ishlab, do'lib, dashib o'qishlarni bitkazib gelsinler. Sağ olsun. Kameramızda görüp tuttu. Eğer de şu Behruzbek'e aytadigan gapingiz bo'lsa, rahmatlaringiz bo'lsa, ayni payti mikrofonni beramiz size. Marhamat. Selamlar. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshi kuningizga o'tiramiz. Navoiyimizga молодец, sevindi. Kitoblarga qarab Ha, doğrusu. Lekin aytib qo'ydi, yana bir neslar. Men odatdaligimni tutmadim. Yani bitta gaplashadi. Hammaga rahmat. Bizlar ham sizlarni yaxshi kunlarda bor. Deb tabriklab o'tishganimizda nasib etsin. Rahmat. Müşteri? Hay rahmat, Suhrapa, salomat bo'lasiz. Bildirgan niyatingiz uchun katta rahmat. Shu ko'nglingizdan nechik murod maqsad bo'lsa, hammasini erishib o'tirgaysiz. Müşteri yapacağım bilan birgalikda dang yashab, dang qarg'aysiz. Shu farzandlarning rohatini ko'rgaysiz. Sog' salomat bo'lgaysiz. Hamma yaqinlar nomidan, sizni tanigan bilganlar nomidan, butun obunachilarimizning nomidan sizni tabriklayman. Salomat bo'ling. Endi bizlarni kutib olib, bizlara yaqinlardan beri bina sizning abshalaringiz bor, 4 ta abchangiz. Shulardan bir og'iz tabriklab, o'zlarining tilaklarini aytsinlar. Undan oldin ruxsatlaringiz bilan shu muhabbatni o'zingizga bersak. O'zingiz bir tabriklab qo'ysangiz, marhamat. Assalamu alaykum, siz mehmonlar, farzandlarim, mana bugün bir ajoyib kun, bolamni tug'ilgan kuni ekan, shu tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Xudoyim ko'p yoshlarga bergay, baxtimizda sog' salomat yurgay, ishlarini omad tilayman. Hamma yaxshi kunlar bo'laversin. Yaxshi kunlarda kelib tabriklab o'tirish hammamizga nasib etsin. Hamdan bek rahmat sana, senin işlerin omad tilayman. Hamma shunday yaxshi kunlarda yuraversin. Ana rahmat, salomat bo'ling. Shu o'g'lingizni vaqtidan sog' bo'lasiz. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Salomat bo'ling. Shu qatorda shu xonadondan erta o'tgan shu Madar rahmatimizdan ham joylar jannatdan bo'lsin. Albatta yaxshi kunda eslanmasdan o'tmasdan bo'lmaydi. Shu Madar rahmatimizning ruhlari shod bo'lsin. Joylar jannatdan bo'lsin. Bizlar aramizda jisman bo'lmasalar ham men bilamanki sizlar bilan qalban birgalar. Har doim shu ruhlarni qo'llab tursinlar. Suhrapa ishingiz omadini bersin. Har doim e'tibordan qolmang. Shu sizning jigarlaringiz, sizning qanotlaringiz bilan sog' bo'lsinlar. Umr yo'ldoshingiz Gambi bilan birga qo'shqa qaraysiz. Tabriklayman sizni. Endi ruxsatlaringiz bilan so'z navbatini qayindangiz Nukurjonamizga beramiz. Nukurjonamiz tabriklaydi, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Shu bugungi Xudamizning ham giyimiz desam g'alati bo'ladi. Shu boshimdan o'g'lim deb qabul qilaman. Shu hayotimning so'nggi daqiqasigacha shu o'g'lim deb qabul qilaman. Ilohim shu umring uzoq bo'lg'ay, bolalaringning baxtini sog'lom bo'ysan. Shu qizim bilan deng yashashib, deng qarashib, shu kuningda kimroq maqsadlaring bo'lsa yetishgaysan. Muhabbat aka, sen sog'lik, salomatlik, sen shularni boshqarishda, taju taxt bo'lib o'tirishingizda mustahkam sog'lik tilayman, kuch-quvvat tilayman. Ilohim shu ko'nglingizdagi niyatlaringizga yetishib, Hoji ona, yo'l bo'lsa, Hoji ota bo'lishini, tuyishini tilakdoshman. Ilohim 100 yoshlarga kirgizsam, sog' omon bo'laysan. Shu oilamiz nomidan ham tabriklayman. Meydondagi bolam nomidan, otam nomidan tabriklayman. Uzoq umr, keng davlat tilayman. Xudoyim hamma vaqt sog' omon bo'laysan. Rahmat, onajon, salomat bo'lasiz. Hozirga Behruzam bugungi yaxshi kunni chiroyli qilib nishonlab turibdi. Onlayn tarzda telefon orqali sizni tabriklayacaklar. Behruz hamma eshitib turibdi sizni. Tilaklaringizni yo'llashingiz mumkin. Bayingizni tabriklab qo'yasiz. Marhamat. Ayting tilaklaringizni. Assalomu alaykum, hammalarga doim tabriklayman. Tug'ilgan yillarga. Kamera ko'rining, kameraga. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Bizning baxtimizga ham baxtini sog' salomat yuraysiz. Hamma davrada hamma bobur mukammalligi.
Alisher o'tirasan. Rahmat, Behruz salomat bo'ling. Qarzaklar bo'lsin Behruz uchun. Salomat bo'lasiz, katta rahmat. Endi shu ishlarni tashkil etgan sizni sevimli akajonlaringiz bor. Shularga mikrofonni beramiz. Birin-ketin katta akangizdan boshlaymiz. Tabriklab qo'yinglar, rahmat. Rahmet, assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Yana bir shunday bir ajoyib kun. Ukamiz Suhratjonning tug'ilgan kuni ekan. Ilohim ko'p yoshlarga giraysan. İşlerin omadchiligimiz, bizning baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lib yuraysan. Apasam ko'p yoshlarga giraysiz. İlohim bizlere hem baş kanat bo'lib yuraysiz. Şu aktıklarınızı toylarında oturuş nasip etsin. Balamam okuşlarına sağ bitirip gelsin Xudayım. Rahmet balam sağ şu işlerini teşkilleştirerleriniz için. Gerçekten. Assalamu alaikum. Bizler için en yakın insanlar, kadınlar, karındaşlar, kendi yakın sınıftaş coraları, hemmenizde bugün şu bayramlar, kendi çalışıcılar günü bilen tebrikliyim. Her yadımda, kendi şu 33'lerdir, oğlumun adını Suhrat Bey koyamadı hep Ayşan'ı hemen kulağımda ilayim, hem vaxt Bey olup bir yeksen, abrolu itibarlı bul, hem vaxt sen arkandan bize puanı bakıdan bileyim. Tebrikliyim, apam köp yaşlara girgey, ekem görülmeyen günlerini ilayim, apam bile bir gelip de sen göreysen. Tebrikliyim, sağ ol. Tebrikliyim, köp yaşlara gireysen. Vaxtımıza sağ olun. Apas sen sağ yüreysin. Surat tebrikliyim. Hem yaxşı niyetlerim, sanat bileyim. Hemmemiz vaxtımıza sağ yürüyesin. Şu persentlerin hakikaten apam bilen bizler bilen bir yerlikte görüp oturmasın. İşlerin yağmı, çünkü yaşlıdan köplerini göresin. Rahmat. Salomat bo'ling, akalarim. Tilaklaringiz uchun, niyatlaringiz uchun katta rahmat. Shu o'rinda bugun Suhropa jiyanlaringiz ham turibdilar. Shu jiyanlar ham tabrik yo'llab bo'lsa, barcha qizlar nomidan katta jiyaningizga beramiz. Bizni tabriklab qo'ying, marhamat. Farzandlarınızı rahatını görüp, ülkelerinizi, vaxtına, apazını vaxtına çok salamet edin. Ömürleriniz uzak olsun. Ay rahmat. Endi azizlarim shu talab istaklari binoan do'stlar nomidan, geylar nomidan biz so'z berar ekanmiz. Davramiz Alisher og'amizni, qolaversa Dilmurod og'amizni, Daynarbek og'amizni, Aybek og'amizni takliflar ekanmiz. To'rtalasi birin-ketin barcha do'stlar nomidan, geylar nomidan o'zlari tabriklab, yaxshi niyatlarini, tilaklarini yo'llaydilar. Chunki bu jarayon tarix ham qo'llanib turibdi. Inshaalloh vaqt o'tgandan keyin ko'rib quvonib o'tirasizlar. Qani davramizga do'stlar, geylarni taklif qilamiz. Suhrat tabrikliyimiz ko'p yoshlarga hammamizni vaqtimizda sog'lamaymiz, ishlagan muvaffaqiyat, bundan martabamiz uzun bo'lsin, do'stlarimiz ko'paysin. Hamma shunday yaxshi kunlarga keladi. Tabriklaymiz. Suhrat tabriklayman. Yoshlarga bolalarga haqqingiz yo'l budur. Vaqtlar ham sog'lik bo'lsin. Do'stlar davrasi kamaymasin, ko'payar. Sağlık sana.
Rahmat ağalarim, salomat bo'linglar. Tilaklarni niyatlar uchun katta rahmat. Sizlarning yaxshilaringizga borib suhbat qilib uchun yaxshi niyatlarni, tilaklarni aytib o'tirsizlar. Adashmasam hamma tabriklab bo'ldi. Endi o'tirmasdan bir xorazmcha qo'shiqlarimiz bo'ladi. Hammalaringiz shu davramizga taklif qilamiz. O'ynaymiz endi. Qani. Marhamat, sizlar uchun sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz bor. Hemen gül bilen, bağdayı bülbül bilen. Ağzet hemen gül bilen, bağdayı bülbül bilen. Ahırdayın anlasın, saçları sümbül bilen. Ahırdayın anlasın, saçları sümbül bilen.
Gözümüzden yürerler Sözlerine sığınmasın Sana gülgen mükemmel Nere çıkanlarımız Günde gelmezsem eğer Yanadı canlarınız Yaklamana canım Nare kararlarınız Öldürmesin zırka Gün gelişim diyar Aytmak şunun ekerler Nazlı çıkanlarınız Bagana girsek mekana girer ikenler Gültirsek biz babada güler ikenler Bagana girsek bana girer ikenler Gültirsek biz babada güler ikenler Hayal kalbimden büyük Kıllarınızın adılmışlar Birgine birgen ikenler Nere çıkanlarımız Hayal kalbimden büyük Kıllarınızın adılmışlar Birgine birgen ikenler Nere çıkanlarımız Günde gelmezsem eğer Yanadı canlarımız Yakamana canım Nare karanlarımız Günde gelmezsem eğer Yanadı canlarımız Yakamana canım Nare karanlarımız Öldürmesin zırka Kim gelişim eğer Aytmaçının ekenler Nazlı çıkanlarımız Öldürmesin zırka Kim gelişim eğer Aytmaçının ekenler Nazlı çıkanlarımız Aytmaçının ekenler Nazlı çıkanlarımız Aytmaçının ekenler Nazlı çıkanlarımız Hey rahmat, katta salomat bo'linglar. Marhamat, endi esdalik uchun bir rasm tushiramiz. Rasm tushib olishlaringiz mumkin. Bemalol qolgan mehmonlar esa yakun ishtaqa xush kayfiyat Allohdan tilab qolamiz. Sizlar xizmatlaringizda hamdamli bir jamoasi bo'ldi. O'ylaymanki, xonadon sohiblari xursand bo'ldilar. Sog'likda görüşelim. Sağ olunlar. Katta rahmat. Ne sınavlardan o'tgan bu, ne sabırlar